What's up guys? Короче, hammaga salom do'stlarim, jigarlarim, meni qadrdonlarim. Bugungi videoda biz anchadan beri survival qotgan Minecraft'da o'ynaymiz, lekin seriyada buni просто qanaqa tushuntiraman hammaga. Hammani yangi kelgan yil bilan tabriklayman. Bir daqiqa bo'tdi. Короче, hammaga omad demayman, to'g'ri. Xo'sh, o'tirma qotildim oxirida. Короче, yangi serial uchun qurdim, to'g'ri, ko'p vaqtga yo'q ketdim, o'sha hamda uzr so'rayman. Nima sababga men yengini qurdim, yangi Minecraft o'tkazdim. Buni ularni o'ynash просто idealniy darajada qiyin yoki g'alati. Bu Minecraft Pocket Edition anaqasi, buni bilaman, ko'pchilikda bormi yo'qmi? Hozir просто bitta qanaqa serial olmoqchi edim, klanlar jangi degan. Afsuski video olamagan sababli ko'p narsa bo'lib ketdi, lekin men 90% bu yerda revival qildim. Serial 90%. U ham jonlida qurdim. Haligi u bilan mana ko'rdinglar, boya kreativda qurdim. Lekin ishoninglar, boshli bu orolga, bu qishloq kelganda ham narsani ko'rdim hozir. Mana bir daqiqa. Buni galereyaga rasmga saqlang, qilib qo'ydim mana qo'ydim. Easy nima bu? Hozir o'tiring. Ana. Hop. Nima bu? Voy, idealniy. Aytgancha hamma e'tibor bergandir, boshlamas skinni o'rgatadi. Qaranglar, men 3 ta Minecraft nikini o'ylab qo'ydim. Remix yoki Masterix yoki Craftix. Qaysi bo'lsa yaxshiligini kommentariyga yozinglar. Keyin o'shanda любой kommentariyadagi qancha ko'p like yig'ilgan bo'lsa, o'sha niki bilan bitta video bo'ladi. Bu esa mana qasr xonam. Tashqaridan uzoqdan katta ko'rinadi. Ichkarida uy. Tog' holati. Mayli. Bo'lmasa survival boshlaymiz. Aytqo'y, hali video boshlanmagan. Qanday aytsam bo'ladi sizlarga? Hali video boshlamayman, просто video boshlashdan oldin sizlarga har narsani ko'rsatmoqchi edim. Ana aytgan otam va hozir hop. Men nezerga ham sayohat qildim. O'tda bir nechta gazlar bilan uchrashdim va ehtiyot bo'ling. Mayli. Mana bu degani qilib nezer va end buyumlari. Bu yerda cheraklar, axlatlar, taxta, botcha bloklar. Almosdan 54 olmos. O'shanda shaxtlar qanday qidirgan bilaman. Kir. Mayuna qaramay. Qoch. Ama bo'lmasa obunachilar xos nima dey. Bo'lmasa videomiz boshlanish arafasida va hammaga omad. Video yoqsa like bosib, kommentga nima desam ekan. Короче, bu niklarning bittasini yozinglar. Urush qal'alarga qaysi anaqa bo'ladi? Janglarga qaysi nik mos tushsa, o'zingizning fikringiz bo'lsa, uni ham izohga yozib qo'yasizlar va obuna bo'linglar, iltimos. Bizda 70% odam obuna bo'lmaydi. Bo'lmasa, biz boshladik janglarni.